Assalomu alaykum Uyg'ur Yevropa ansambldagi barliq san'atkor qarindoshlar. Men sizlarni Uyg'ur Yevropa ansambli bilan tabriklayman. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Xitoy hukumatı millatimizni dinimizdan, tilimizdan, madaniyatimizdan va farzandlarimizdan ayirib, farzandlarimizni majburiy xitoylashtirib, zaminimizga mangu igidorchilik qilaman deb yurgan mushundaq bir paytda Yevropada Uyg'ur Yevropa ansamblining qurilganligi haqiqatan kishini xushal qildigan va hayajonga soldigan bir ish. İşinimizki, muhaciratdagi barliq Uyg'urlarimiz o'z kasbi bo'yicha va o'z aloyitligi bo'yicha o'zining rolini joriy qildirdi ekan, Xitoy hukumatı qanchalik kuchli va qudratli bo'lib ketishdan qat'iy nazar bizning millatimizni mangu yo'q qila olmaydi va zaminimizga mangu igidorchilik qila olmaydi. Mushu sababli Uyg'ur Yevropa ansamblining qurilganligini chin ko'nglimdan tabriklayman. Ve şundaqla bu ansambldagi barliq san'atkor qarindoshlarimizning ishlariga futuqliq ve büyük natijalar tilayman. Uyg'ur Yevropa ansambliga muborak bo'lsin.